Men bir bilan Minecraftda kelajakka borish harakat qilib ko'rdim. Xo'p, sizlar tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Davay, portalga kiringlar. Xo'p, kelajakda cho'ta jitlar ham o'zgarib ketgan ekan. Ha, jitlar juda ham o'zgarib ketibsizlar sizlar, vashe. Idishim bo'lib ketibsizlar, bolalar. Bu Cyberpunk yangi edishinmi? Cho'ta bu tezlikni ko'rsatyapti deyman. Yo'q, bu yeb qo'ygan edishiniga o'xshar ekan. Demak, bu yer ovqat magazini. Bu yangicha sutmi? Bu qanaqadir g'alla sutga o'xshar ekan. Bozo, buni sen ichib ko'r. Bozo, qani yaxshi o'lib ketding-ku sen. Davay, sen Jamol, sen yutasan ularni. O sportda ularni yutasan. Ha, Jamol yutdi. Молодец, Jamol. Jamol Yurchi bu kompyuter game klubi juda ham yaxshi klubga o'xshab ketyapti. Day, bu yerda men biroz ishlatib ko'raman. Turaveringlar Jamol, men o'tirib ko'ray. Bu yangicha vertolyotmi? Portlab ketdi-yu. Jamol yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Bo'lmasa bizga kelajakda foydasi tegadigan narsani ko'rsat. Kanalga obuna bo'ling. Obunachilik kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, bo'lmasa biz bu yerda nima bo'layotgan ko'ramiz. Bu yerda yangicha qo'shiq aytib. Qo'shig'ing yoqmadi sani. Chunki o'tmishdagi qo'shiqlarga o'xshab ketar ekan. Bu yerda kompyuter va bu internetning kelajagimi? Bu kelajak menga juda ham yoqyapti. Chunki boshqacha g'alati va chiroyliga o'xshar ekan. Qaraysan, yaxshimisan? Bu bo'lmaydigan narsa-ku. Sen nima balon ko'rsatyapsan menga? Bu yerda esa qandaydir brat. Yaxshimisiz? Opa ekan-ku. Cho'ta unga yaxshi gapirganim yoqmam deyman. Mayli. Jamol, sen shu tamding? Jamol gapirib ko'rcha, uni osib tashladi. Yo'q. Jamolni osib tashladi. Bu yangicha golemlarmi? Bu qanday golemlar? Bu yangicha super mega ultristik golemlar. O'zqara, bularga yangicha narsani ko'rsataman. Balkim kerak emasdir. Mayli. Bu yerdan nima qilyapsizlar? Sen bilmaysanmi? Yo'q, bilmayman, qattan bilaman. Bu yerdan bo'lyapti, o'z ko'rvaringchi. Bu yerda qandaydir jitil turibdi. U narsa pul tarqatyaptimi? Pul bo'lib ketdimi? Tushunmadim. Cho'ta nimadir netoda bu yerda. Nimadir bor, jamoat biz tushunmayapmiz faqat. Menimcha jitillar o'zini tilida gaplashyapti. Xitoychalab. Bular qo'zg'olon boshlaverdimi? Yo'q, qo'zg'olon qilmaylar. Jitillar qo'zg'olon boshlardi. Cho'ta biz mamlakatga tushib ketmasak bo'lmaydi. Nima bo'ldi o'zi? Kezinga men hammasini tushuntirib beraman. Davay, tushuntiraver-chi. Sen o'zi bu kelishdan oldin sen hammani o'ldirding. Qanaqasi o'ldiraman? Jinnimisan? Tuhmat qilma menga. Jitil yo'qolgan, sen yoqmay ketding bo'lsa. Ko'rsatib ber endi. Sen bu yerga bu kelishdan oldin sen totem topib olding va hammani o'ldirib qishloqlarni bosib olding. Villagerlar bilan bir jamoa bo'lding va ularga qo'shilding. Yo'q, bular hammasini to'g'rilash kerak. Bo'lmasa biz to'g'rilashimiz kerak. Yaxshimisizlar, yuzormisizlar? Biz hammasini to'g'rilashimiz kerak. Yurchi. Davay, jitillar. Biz sizlar bilan qaytadan hamma narsani to'g'rilaymiz. Men biroz choy ichib turaman. Sizlar ularni yutishlar kerak. Sizlar ularni yutish uchun kurashishlar ham kerak. Yaxshimisan, Jamol? Bizning taktika qanday ketyapti? Bozo, day. Ketdik. Bozo, day. Tezlash, Bozo. Tezlashmasang bo'lmaydi. Yur tezroq. Day, bolalar, sizlar ularga qarshi kurashayotganda juda ham bol kuch ishlatishlik kerak. Men bu qishloqqa ham bosib olaman. Urush boshlanib ketdi. Jitillar bilan villagerlar urush qilyapti. Men jitillar tomondaman. Jitil, sen ularga bombani ot. Davay bo'l. Davay bolalar. Men jitillar tomondaman. Kimdir tepada janjal boshladi. Yurchi tepaga chiqaylikchi. Bo'ldi, yur chiqamiz. Jamol yur. Tezroq chiqmasak bo'lmaydi. Yuringlar bolalar, bazukalarni olamiz va ularga qarshi urush boshlaymiz. Biz sizlarga qarshi urush boshlab tashlaymiz. Davay bolalar, yuringlar, ularni yo'q qilishimiz kerak. Yur. Men o'zim nusxam yo'q qilishim kerak. U menga qarshi katta urush ochib oladi. Bozo har doimgidek men bo'ladi. Jamoldagina bor fikr. Senda qachon Bozo fikr bo'ladi? Sen nima Jamol fikrini olyapsan? O'zing fikring bormi o'zsan? Bozo, sen qachon o'zing fikringga erishasan? Kim otib tashladi Bozoni? Davay, biz ular bazasiga kirishimiz kerak. Sizlarga men ko'rinmaslik damlamasini beraman. U damlama orqali faqat o'zimizkilarni o'zimiz kerak ko'ra oladi. Tushundingmi, Jamol?
Jamoalarga yetakchilik qilasan sen. Day, bu damlamalarni olinglar. Sizlar faqat ichib olinglar, faqat o'zimiz tillarni himoya qilinglar. Menga tashib ketmanglar bolalar. Jamol nima qilyapsan? Yo'q. Bu ham yaxshi ideya lekin. Malades Jamol. Ularni o'ldiringlar. Malades jitlar. Sizlarda aqlli jitlar boridan xursandman men. Nimaga yiqilding? Yo'q. Shunaqa ahmoq jitlar bo'ladimi deb o'yla. Ahmoqlar, sizlardan faqirlamayman endi. Cho'ta bu yerda svet yonda. Nima qo'ling ko'taryapsan? Bizani qamab qo'yishdi, yaramaslar. Bizdan qiyna olmaysizlar. Qo'llardan kelmaydi baribir. Qanaqa video qo'yapsan? Yo'q, unaqa videolarni qo'yma. Jahlim chiqib ketdi mana. Bu yoqqa keldi. Bizani o'cha qiynamoqchi bo'ladi bular. Da Jamol tur o'rningdan. Tur o'rningdan olmayman senga. Qo'lingga ichish kerak, bo'ldi. Da ketdi jitirlar. Bu yerda kimdir kodni ocha olami? Malades doktor, siz kimsiz? Bozor sanmiding? Chichormi? Ketdik. Bu yerda katta jang bo'lyapti va buni men yo'q qilishim kerak. Yadroviy bombani men yo'q qilmasam, u bizning xalqimiz yo'q qiladi. Davay, qochdik, bu yerda katta portlash bo'ladi. Juda katta portlash bo'lib ketdi-ku. Men tasavvur qila olmaydigan darajada. Yaxshi, zato biz ulardan qutuldik. Endi bayram qilsa ham bo'ladi. Jitil, Bozo. Yana kim o'ldirib qo'ydi buni? Alloh zeringa sani. Behaqa askar. Necha, endi Bozoni o'zing sotib olasan. Menga qiziq emas. Hozir biz bayram qilamiz. Chunki ulardan endi biz qutuldik. Qutulganimiz uchun ham juda ham xursand bo'lib ketyapmiz. Davay jitillar, bayram qilamiz. Ularni birinchi o'ldirib olaylik, keyin bayram qilamiz. Jinimizlar, nima yo'naqasizlar? Davay. Jahon urushi boshlanib ketdi-yu bu yerda. Davay, Minecraftdagi jahon urushi. Jitil, o'zimizga ajratding. Senga bekor berib qo'yganimiz yo'q, joma. Qanaqa ot bu? No, men sardorman endi. Davay, bolalar. Sizlarga ishonaman. Mana bir o'zim shunchasini yo'q qildim. Ko'rasizlar, menga medal bersanglar ham bo'ladi. Davay jitillar. Urush yaxshi ketyapti. Bularga kim sardorlik qilyapti o'zi? Davay jitillar, endi bayram qilsa ham bo'ladi. Davay qilinglar, qirollarni tashinglar. Men sizlarga aytyapman, bolalar. Tezroq bayramni nishonlasak bo'lardi. Davay. Bu yerda qirsanglar bo'ladi. Men kelajakka ketdim, to'g'ri o'tmishga bilan hammasini men to'g'rilab kelaman. Jamol meni jo'natgan. Tezroq borib kelsam yaxshi bo'lib ketardi. O'tmishga ketdim. Men endi o'tmishga tushdim. Endi bu narsalarning hammasini men to'g'rilayman. Bu nima balo? Bu yo'q deylar buni. Bozo shu yerda ham jinnilik qiladi-a? Davay. Bu yerda mening knopkalarimmi? Davay bolalar, haqiqatdan olaylik. U 100 million obunachi. Bu juda ham zo'r. Davay, biz sekin bu yoqdan yuramiz. Yo'q, portlab ketdi. Yiqildim. Sen mening hududimga kirib kelding. Men seni yo'q qilaman. Sen kimsan? Mening klonimsan. Yo'q, sen mening klonimsan. Qanaqa kloningman? Yo'q, mening klonimsan. Bozo yo'q, men kelma. Qo'y Bozo, men seni o'ldirib qo'yishim mumkin. Qo'y. Bozo, men senga aytibman. Qo'y, kelma dedim men senga. Kelma dedim-a? Mayli, o'zing bilasan. Bozo, uning yoniga bor va uni o'ldir. Men senga aytyapman. Bozo, yaqinlashma deyapman senga. Yaqinlashma, o'taveraman deyapman. Ana ko'rding Bozo, yo'qolib ketding. Malades bolalar, sizlar meni qutqarganingiz uchun juda kattakon rahmat sizlarga. Day. O'ldir, men senga ishonaman. Bozoni yo'q qilib. Day. Do'stim, sen meni himoya qilganingga juda kattakon xursandman. Endi esa biz ularning eng kattasini yo'q qilamiz. Ularning eng kattasi yo'q qilishim kerak men. Bu yerga kel. Qayerdasan sen o'zi? Men ortingdaman. Meni kutib o'tiribsanmi? Klonim. Qanaqa klonim? Sen meni yo'q qilgani kelgansan, lekin meni endi yo'q qila olmaysan. Endi sen ham to'xtata olmaysan. Bitta gapni aytsam maylimi? Aytaver. Ortingga qara. Orqamga nimaga qarayman? Orqangga bitta qara. Yo'q. Yaxshi, malades, uni ham o'ldirdik. Uni o'ldirganimiz juda ham yaxshi ish bo'ldi. Endi biz tinch yashaymiz.
Sen tinch yashay olmaysan. Aldayapti bu, yolg'onchi bu. Biz xursandchilik qilamiz bolalar. Juda ham yaxshi ish bo'ldi-da, to'g'rimi bolalar? Yana kim o'ldirdi buni? Jamol?